Voy, shu ikkita qolganga ham kirkam sinib ketadimi? Mayli, shu ikkita qola qolsin, 19 dan o'zi yetadi. Keyin yangi kirka yasaganimni olib ketsam bo'ladimi? Uyimda bor edi, o'shani olib kelmabman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joxa va sizlar meni yangi videoyimdasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki har bitta kanalimda aytganimdek 1000 ta obunachi to'plashim kerak va videoga like bosib oxirigacha ko'ringlar, chunki bugun qishloqda juda ham qiziqarli voqealar bo'ladi. Xullas, men o'zim uchun nima edi? Temir hamda ko'mir olib oldim. Temirli kirk olib kelgandim. Kirkam sinib ketdi. 19 ta ko'mir, 19 ta temir bilan 16 ta temirni, nima dedim? 19 ta temir bilan 16 ta temirni. Gapni qaranglar. 19 ta temir bilan 6 ta ko'mirni olganimcha sinib ketdi. Mayli, uyimda bitta yangisi bor. Atak mana 19 tadan yana pishirib olsam bo'ladi. Lekin uyimda adashmasam pechka yo'q. Obbo, pechka uchun yana kelib ketishimga to'g'ri keladimi? Yo, boshqa joyga, boshqa narigi tomondagi shaxtadan pechka olib kelaman yaxshisi. Pechka bo'lmasa qanday pishiraman qizig'i? O'shani o'ylamabman. Tak hozir bir amallab bir reja tuzishim kerak. Asbob uskunalarimni ikkita qilib qo'ymoqchiman, chunki bitta qilib qo'yganimda sinib ketyapti. Mana o'sha bitta, faqat kirkam ikkita edi. Mana bittasi qolgandi, bittasini olib borib o'sha tiqadigan joyimga tiqib keldim. Mayli, hozir yaqin joydan tosh olib kelamiz. Tak 8 ta toshdan bitta pechka yasasa bo'ladi. Shunda bizga hozir 3 ta pechka yasash uchun nechta tosh kerak? Davay hisoblab kommentariy yozib yuboringlarchi. Men o'zim esa 24 ta deb o'ylayman. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi endi sizlar bilasizlar. Tak 24, chunki 8 ni 3 ga ko'paytirsa 24 bo'ladi-da. Qarakaram biladiganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Bilmasalaring lekin bilmayman deb qo'yaveringlar, chunki bilmaganimni yoshligimdan bilmaganman deydi-ku. O'shani yoshliginglardan bilmagan narsalarni, nima dedim? Narsalaringni hozirdan bilmaysizlar. Tak ana endi pechkani yasaymiz. Stop. Qaysi befarosat mana o kartoshkani tashib ketdi. Hoy jetellar, menga qara, hoy ikkalang ham. Qaysindir kartoshkani tushirib qo'yibsan, yaramas, kartoshkani olsang o'lasanmi? Uyat emasmi? Uyat emasmi? Qol kartomatda ko'chada qilib o'tirgan ishlaringni qara, ikkalang ham bor zoda o'ynab polizimga ko'zalaytirma. Sanlarni ikkalangni o'ldirib yuborishim mumkin. Davayt kommentariyaga sizlar menga ruxsat beringlar, men shu ikkalasini o'ldirib yuboraymi? O'ldirib qutulmasam bular meni polizim deganlar oladi yoki qarab o'tiraveradi. Qara, ko'ryapsizlarmi? Bular polizni bosib olmoqchimi yoki polizdagi hosillarni egallab olmoqchimi bilmadim. Niyatini nimaligini bilmadim. O'ldiraymi, o'ldirmaymi kommentariy yozib qoldiringlar. Agar o'ldirib yubor Joxa desanglar, o'ldirib yuborishim ham mumkin atak. Tak 5 ta qo'ymayman bunga, tak 7 ta qo'ysam normalli. Tak ko'mirdan 1 2 3 tak nechta qo'yayotgancha ko'mir mana bu yerga qo'yiladi-ku. Men qayerga qo'yyapman? 1 2 3 4 5 6 7 ta qo'ysam yetar ekan-da normalli. Bu yerga 9 ta qo'ysak, tak bitta 1 2 3 4 5 6 7 ta qo'ysak menimcha pishsa kerak. Lekin bu yerdan 1 2 3 tasini olsak, atak normalli, lekin bu yerga bitta ko'mir qolib ketyapti. Qaysidir mana shunda ko'mir ko'p ekan. Tak 1 2 3 normali bitta ortib qoldi. Bundan bitta olsak, bundan ham bitta olar ekanmiz. 2 ta olamiz bundan. Atak mana undan yana bitta olishimiz kerak. Tak 1 2 3 4 5 6 ta bo'ldi. Endi bunga qo'yamiz. Shunda tayyor. Bular pishib turguncha men polizimdagi hosilimni yig'ishtirib olmasam, ana jinni jitellar polizimni ko'ryapsizlarmi, ko'zalaytirib o'tiribdi. Yig'ishtirib olmasam, men o'zim chiqib yig'ishtirmasam, ularni o'zi yig'ishtirib yuboradi. Keyin yuraman yig'lab, men polizimda hosillar qani, qayoqqa ketdi, qaysi tentak oldi, nima uchun oldi deb g'iybat qilib o'tiribdi nimadir. Lekin hozir ikkitasi boshqa ish qilib o'tirganda ko'chada uyatsizlar. Mayli, ularni ham qachonlardir o'ldiraman, nimadir qilaman. Yaxshi so'z borib merga aytib beraman. Mer nimadir chora ko'rmasa ular bilan bo'lmaydi. Bugun bitta chirik kartoshka bor ekan, tushib ketdi qo'shnimni poliz ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Mana ular menga qarab turmaganmidi? Yo'q, boshqa joyga qarab turgan ekan. Ko'rsa borib merga aytib beradi, keyin meni polizimga ana tashib ketibdi deydi. Nima edi? Chirigan kartoshka tashib ketibdi. Qaramaysizmi? Jitelizga, yo'q, Joxangizga deydi. Joxa men merga tegishli odamman. Yo, prosta tak mer hamma qishloqlarni, jitellarni, hammani o'zini fikrini ma'qullaydi-da. O'shaning uchun shunaqa deyapman. Tak muhimi hozir merning yoniga borib aytib beraman jitellarni. Ular meni aytib berishdan oldin men ularni aytib beraman. Shunda janob mer ularga qarshi qandaydir chora tadbir ko'radi. Tak taporda olib borib daraxt olib kelmasak bo'lmaydi, chunki temirlar pishib bo'lgan 7 ta, 6 ta va 6 ta. Ko'mirancha ortib qolibdi, qaranglar. Nechta ko'mirim ortib qoldi ekan. Tak 13 ta ko'mir, temirlarni ham yig'ishtirib olish kerak birdaniga. Tak 19 ta temir. Xo'sh, ko'mir kerak emas. Hozir borib uydan
Og'ay uyda emas, o'zi uyda turgan bo'lsam, o'rmondan daraxt topib kelaman. Daraxtdan cho'p yasab turib 19 ta temirdan narsalar yasab tashlayman. Tak, merning yoniga borib avval aytib kelaydi bu yaramaslarni. Stop. Bu bratan kim bo'ldi? Bu yerga nima bunaqangi yo'lni belgilarini qo'yib oldim. Mer uyida yo'q. Tushunmadim. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Nima gap? Nimaga siz merning uyini yonida turibsiz? Mer qayerda? Ertalab menga telefon bo'lgandi qishloqlardan. Aha, keyin nima bo'ldi? Keyin jalba qilishdi. Ya'ni qishloq meri topilmayapti, qayergadir yo'q bo'libdi. O'sha kelib topib ber deb jalba qilishdi. Hozir uyini kelib qidirdim, uyidan chiqmadi. Shu uchun uyin atrofini o'rab qo'ydim. Ha, tushunarli. Uyni atrofini o'rab qo'ysangiz topilib qolar ekanmi? Endi prosta aytyapman-da, shunaqa qilib qo'yishga o'rganganmiz-da. Ha, yaxshi, lekin merni topmasak bo'lmaydi. Qishlog'imiz parokanda bo'lib ketadi. Eshitishim bo'yicha merda eng yaqin odam sen ekansan. Ha, to'g'ri eshitibsiz. Unda mer kelguncha, ya'ni mer topilguncha sen merlikni qo'lingga ol. Yo'q, men mer bo'lmayman. Unda qishloqdan haydayman sani. Nimaga? Men mer bo'laman, mer bo'lmasa, merni o'rniga men merman. Endi sen qishloqdan yo'qol. Boshqa qishloqlarni ham qishloqdan haydayman. Nima unaqa qilasiz? Prosta taqiyim kelyapti. Qishloqdan sur. Mayli, nichivo surish kerak bo'lsa suramiz. 13-qishloqqa borib 1-2 kun dam olib kelay. O'shangacha balki janob mer topilib qolsa kerak. Lekin hozir daraxt topib olay 1-2 ta. Lekin to'g'risini aytsam, ko'ryapsizlarmi? Mer yo'q-da. Qayerga ketdi bilmadim. Topilib qolar. Topilib qolguncha men 2 kun borib 13-qishloqda yashab kelaman. Olam guliston, qarabsizki, hech nima bo'lmaganday kelib yashayveraman. Tak, hozir asbob uskunalarni yasasam, menimcha keyin hammasi cheki chaka chuku chiki bo'lib ketadi. Tak, qo'shnim polizda ishlayotgan ekan. Mani ovozi kam bu desam, mayli. Qo'shnim ishlarsin, o'zi biladi, ishlasa ishlaydimi, ishlamaydimi. O'ziga foyda, ishlasa ham, ishlamasa ham. Tak, ishlamasa foyda emas, ishlasa foyda. Tak, yarmini olamizda, yarmini yarimga bo'lsak 20 ta cho'p. Tak, nima yasasam bo'ladi? Kirkam singandi, bitta kirka yeyman avval. Shu kirka taporlarni yasab olay, ketaman 13-qishloqqa keyin. Tak, okey, tapor ham yasab olay bitta. Menimcha bo'ldi. Qolgan narsalar keyin yasam, bitta chelak yasab olay. Chelak ko'p kerak bo'lyapti menga. Xo'sh, chelak. Xo'p, bo'ldi. Всё. Qolgan hammasini buni sandiqqa tashlayman. 13-qishloqqa ketdim, borib o'sha yoqda 1-2 kun yashab kelay. Shunda balki mer topilib qolarmidi? Tak, borib ana politsiyaga aytib ketaydi, men ketyapman deb aytib qo'ymasa bo'lmaydi. Ular keyin balki izlab yurar meni. Tak, janob politsiyachi, короче, men 13-qishloqqa ko'chib ketyapman. Agar qishloqlar so'rasa yoki janob mer kelib qolsa, menga telefon qilsin, qaytib kelaman. Bo'pti, aytib qo'yaman. Yaxshi bor, yo'qol tezroq. Sizga hali hech kim mer bo'ldingiz deb aytgan yo'q-ku. Aytish shart emas. Yo'qol dedimmi, yo'qol. Bu yerda endi men merman. Mayli, o'zingiz bilasiz, bo'pti. Mer bo'lsangiz yaxshi, unda mana shu yerda bemalol boshqarib, o'zingizcha yeb bitirib o'tiring, xo'pmi? Yemayman, tentaymisan. Aytgancha sen soliqlarni topib bermading-a? Soliqni qayerdan bildingiz soliq to'lashimizda? Hamma qishloqda shunaqa qonun bor-ku. To'g'ri, bo'pti, mayli. Men ketdim. Soliqni o'zimizning merimizga beraman. Mayli, o'zing bilasan. Hozir esa yo'qol. Bo'pti. O'zimizni qishlog'imizdan o'zimiz haydasa, bu qanaqangi noinsof odam bo'ladi politsiyachi. Men qarash, jitallar hammang bu yerdan ko'chib ketar ekansiz, eshitdinglarmi? Mer yo'qolibdi. Eshitdik, lekin bizga yo'qol demadi. Men mer bo'laman, mer aytganini qil dedi. Biz esa xo'p dedik. Unda aytganini qilib o'tirlaring. Bo'pti. Mer kelsa menga telefon qil, xo'pmi? Men 13-qishloqqa ketyapman. Bo'pti, men telefon qilaman. Bo'pti, senga ishondim. Men ketdim tak. Короче, bo'pti, yaxshi o'tiringlar, qaranglar. Ana yangi versiyalar o'ldirib qo'ymasin tani yana. Tak, ketdim 13-qishloqqa, короче, tak. Ana yetib ham keldim 13-qishloqqa. Yaxshi. Bu yerda 1-2 kun yashab tursam, hammasi o'z o'rniga tushib ketsa kerak. Qishloqlar qayda ekan? 1-2 ta qishloqlar bilan gaplashib, ko'rishib olsam yaxshi bo'lardi. Bular bilan gaplashgan befoyda, to'g'risini aytsam. Mana bu yerda jetellar bor ekan. Voy jetel, to'xta, men seni tanidim. O'tgan marta meni san chiqim topib ketib qaytarib bermaganding-a? Qaytarib beraman, yemayman, qo'rqma. Merlarning yoniga keldingmi? Qanaqa merlar? Merning yoniga 97-qishloqda meri kelgan. Yo'q-e? Ruston. Rostdan, ishonmasang borib ko'r. Bo'pti, mayli, san chiqim senga. Ruston, bizda yo'qolgan merimiz shu qishloqqa keldimi? Demak, merlar birga o'tirgan kelgan. Assalomu alaykum janob merlar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Jo'xa keldingmi? Janob, sizni biz qidirib yuribmiz-ku. Nima bu qishloqqa keldingiz? Prosta zerikdim, o'shaning uchun bu janob merning yoniga keldim guruh qilishga. Men bilan guruh qilib o'tiribmiz birgalikda. Siz yo'qoldingiz deb turib politsiyachilar kelgan.
siz joyingizga bitta politsiyachi men merman aytganimni qilmasang qishloqdan sur deyapti. Ha, bilmadim, hech kimga aytmasdan chiqib ketgandim. Shuning uchun bir-biringni yeb yotibsanlarmi? Da rostdan shunaqa bo'lyapti, yeyapmiz bir-birimizni. Atak meni yemoqchi nima dedim? Bo'lishgandi, keyin men shu qishloqqa qochib ketdim. Ha, 3-qishloq ham zo'r ekan, to'g'risi. Men bu qishloqda oldin bunaqa zo'r deb o'ylamagandim, ya'ni kelib ko'rmagunimcha. Ha, zo'r bo'lganda ham dahshat bor-ku. Ha, 97-qishloqqa janob sizni taklif qilamiz. 13-qishloq meri. Ha, rostdan ham siz ham nari qishloqqa mehmonga boring. Ha, boraman, lekin men qishloqlarimga aytib ketaman. Yana politsiya chaqirib meni izlab yurmasin. Ha, to'g'ri qilasiz. Lekin men u yoqqa borganimda sen bu yerga kelib meni joyimga mer bo'lib turishing kerak. Bo'lmasa qishloqlar bir-birini yeydi. Ha, to'g'ri, bu tomoni ham bor. Atak mayli, unda men ketsam bo'ladimi? Yo, to'xta, sen 2-3 martadan beri kelyapsan 13-qishloqqa, lekin soliqlar to'lamayapsan. Ha, 97-qishloq deb to'lamabsan shekilli, ha? Ha, bugun to'lamadim. Bugun siz yo'q edingiz, o'zingizga to'lamoqchi edim. Ha, baribir to'lab qo'ydi. Mayli, hozir bu qishloqdagi soliqlarni olib kelaman. Mayli, qara, bizga yegulikmi nimadir olib kel, zerikib ketdik. Mayli, qanaqadir yegulik topib olsam olib kelaman. Dahshat. Ko'ryapsizlarmi? Merlar o'zlari o'tirib gurun qilyapti. Mehmonga kelgan bizni qishlog'imizdagi mer, to'g'riroq bu ham meni qishlog'im. Endi nari qishlog'imdagi mer bu qishloqdagi merning yoniga kelgan gurun qilishga. Endi bularni nima ham dersam bo'ladi. Bular o'zi shunaqa zo'r bratanlar. Ana endi men polizni yig'ishtirib turib olib borib soliqlarni berishim kerak. Bratan qaytib ketaver, birgalikda 97-qishloqqa qaytib ketamiz. Chunki birga bormasam anov yaramas politsiyachi meni haydaveradi qishloqdan yana. Sen nimaga kelding? Mer, men aytganimni qilmasang sur deydi. To'g'risi uni aytganini qilgandan ko'ra boshqa qishloqda yashagan yaxshi. Chunki politsiyachilar juda ham qattiq qo'l bo'ladi. Ularni aytganini qilish oson ish emas. Ularni aytganini qilish uchun armiyaga borib kelish kerak bo'ladimi yoki nimadir bo'ladi. Korоче, bitta chirigan kartoshka. Bu qishloqda ham chirigan kartoshkalar bor. Faqat nari qishloqda bor deb o'ylagandim. Atak ikkita qishloqda ham normali chirigan kartoshkalar bor ekan. Endi buni qaytarib ekaman onasini, keyin esa soliqlarni olib borib beraman.